43-ci bab. Əmir Seydəli vəfat bolğandan keyin oğlu Saniz Mirzənin Qashqarda hökumət başqurğanlığı və keyinki əhvallarının bayanı. Əmir Seydəli vəfat bolğandan keyin onun iki oğlu qaldı. Çoğu Saniz Mirza, bəzi qo'lyozma və başqa joylarda Sansiz Mirza debmo elingan muharrirdan bo'lib, onasi Churas qabilasidan edi. Yana bir o'g'li Muhammad Haydar Mirza bo'lib, onasi Uzun. Parischa nusxasining birida Urun, Tehron nashrida Urdun deyilgan. Sultan xonim Yunus xonning homisi edi. Moğollar rasmiyati bo'yicha cho'ng o'g'li Saniz Mirza hokimiyat ustiga chiqdi. Lekin u noiti yuraklik, qomatlik va ko'ngli ko'ksi keng kishi edi. Shunga Uzun Sultan xonimning hurmat ehtiromini qilib va qarindishi Muhammad Haydar Mirzaga shafqat qilib, Qashqar va Yenisarni Muhammad Haydar Mirza bilan xonimiga qo'yib berib, o'zi Yorkentni poytaxt qildi. Gerçi Muhammad Haydar Mirzaning nasabi Yunus xon bilan Eson Bug'a xonga o'xshashla tuqqan bo'lsa-mu, ammo Amir Seydali o'zi hayot vaqtida Eson Bug'a xonning qizi Davlat Nigar xonimni Muhammad Haydar Mirzaga elib bergan edi. Shu sababdan Muhammad Haydar Mirza Eson Bug'a xonning tabiqisiga tava bo'lib, shularga taynatdi. Amir Seydali vafot bo'lgandan keyin az vaqt ichida Eson Bug'a xon vafot bo'ldi. Tarixning Hijriya 866-yili. Hijriya 866-yili, milodiya 1461-1462-yillarga to'g'ri keldi. Xonlik uning o'g'li Do'st Muhammad xonga qaror topdi. Bu ahvol keyin zikr qilingusi. Demak, Muhammad Haydar Mirza kuyug'ulluq vositasi bilan Eson Bug'a xonga xizmat qiladi. Eson Bug'a xon vafot bo'lgandan keyin uning o'g'li Do'st Muhammad xonga bay'at qildi. Ammo Saniz Mirza uning aksicha Yunus xonga iltijo qildi. Shu sababdan Muhammad Haydar Mirza Qashqarda tura olmay Oqsuga Do'st Muhammad xonning qishig'i bordi. Saniz Mirza Qashqarni to'liq ishg'ol qildi va shu qadar adolat bilan so'rdiki, o'tgan zamonlar uning zamonasiga hasad qiladi. Amir Seydalidan keyin Saniz Mirza 7 yil hukumat tutdi. Tarixning Hijriya 869-yili. Hijriya 869-yili, milodiya 1464-1465-yillarga to'g'ri keldi. Vafot bo'ldi. Vafotining sababi shu ediki, Saniz Mirza kunlarning birida shikarga chiqqan edi. U shikar ustida to'satdan otdan yiqildi. U yerga bir yulg'un zig'i qo'rsqiga kirib ketdi. Jarohatlanib yarasi yomonga o'rildi. Ashu jarohat tufaylidan vafot bo'ldi. U olamdan o'tgandan keyin Qashqar xalqi Mirza Muhammad Haydarni Qashqarga elib keldi. Do'st Muhammad xon Yorkentga berib, Saniz Mirzaning xotini Jamol og'ini nikohiga oldi. Saniz Mirzaning ikki o'g'li, bir qizi bo'lib, birining iti Mirza Abubakri, yana birining iti Umar Mirza edi. Qizning iti Xon Sultanim. Bu ism Parischa nusxa bilan Mulla Muhammad Niyozning tarjimasida yuqorqidek e'lingan. 1996-yili Toshkentda nashr qilingan ruscha nashrida va Muhammad Sodiq Qashqariyning tarjimasida Xon Sultan xonim deyilgan edi. Shunda qilib Do'st Muhammad xon Saniz Mirzaning farzandlarini o'zi bilan Oqsuga elib ketdi. Ularning ahvoli keyin bayon qilingusi. 44-bab. Do'st Muhammad xonning xonliqqa o'tirganligi. Eson Bug'a xon kasal bilan vafot bo'lgandan keyin uning o'rnida o'g'li Do'st Muhammad xon 17 yil yoshida podsho bo'ldi. U aql egalari qatoriga kirmagan yosh bola bo'lib, ko'pincha qiliqlari aql farazat qonuniga xilof edi. Uning ustiga birdammu hushyorlik yurmaydi. Misra. Kenara tutxil ey aqlki bo'lmish mas'ud divona. Do'st Muhammad xon qalandarchilikka noiti herisman va omroq bo'lg'ashqa hamma amirlarga qalandarlarcha otlarni qo'ygan edi. O'ziga Shamsiddin Abdal deb ot qo'ydi. Boshqa butkul xizmatchi mulozimlarga shu yo'sinda palonchi Habdal, po'kinchi Habdal deb ot qo'ydi. Xodimlarni doim shu ot bilan chaqiradi. Lekin o'zi haddidan tashqari sehi edi.
ya'ni tövəndə aytilganidek misra. Bu davarlik o'xsharki divanəlikka. Onun işləri bəlki divanlikning o'zi edi. Do'st Muhammadxon 7 yil podshohlik qildi. Onun podshohlik zamonida Yarkent va Qashqarga bir navbat lashkar tortib oldi. Saniz Mirzo vafot bo'lgandan keyin birinchi navbat Yarkentga lashkar boshlab keldi. Saniz Mirzoning amirlari Yarkent darvozasini taqab shaharni qo'g'didi. Do'st Muhammadxon ulardan Saniz Mirzoning xotinini chiqarib berishni talab qildi. Shuningdan keyin amirlar Jamol og'ini Do'st Muhammadxonga chiqarib berdi. Uningdan keyin uning farzandlarini talab qildi. Shunga cho'ng o'g'li Mirza Abubakrini chaqirib berdi. Shuning bilan Do'st Muhammadxon buningdan ziyoda taqarishmay Qashqarga yandi. O'zi Oqsudan Yarkentga yuzlanganda Muhammad Haydar Mirzani Qashqarliklar talab qilganlik tufaylidan Qashqarga avatgan edi. Do'st Muhammadxon Yarkentdan Qashqarga qaytgandan keyin Muhammad Haydar Mirza uning istiqboliga keldi. Shuningdan keyin Do'st Muhammadxon Muhammad Haydar Mirzani Yangi Hisarga buyurib qo'yib, o'zi Qashqarga berib, Qashqarni bulang-talang qilib, ondan Oqsuga ketdi. Mushu sababdan Muhammad Haydar Mirza Do'st Muhammadxondan ranjib Yunusxonga bay'at qildi. Ular tövəndə zikr qılınğısıdır. Do'st Muhammadxon Oqsuga berib bir necha muddatdan keyin singlisi Husni Nigar xonim, Xanzucha nashrida Husayn Nigar xonim, Husayn Nigar xonim deyilgan muharrirdan. Mirza Abubakriga berdi. Lekin Mirza Abubakri Do'st Muhammadxonning mijozning g'alitiligidan hamisha vahima qilib yuradi. Shunga oxiri qechib Qashqarga, tog'isi Muhammad Haydar Mirzaning huzuriga berib panohlandi. Ondan Do'st Muhammadxon Husni Nigar xonimni Qashqarga avatib berdi. Bu voqealardan keyin Do'st Muhammadxon otasining xotinlaridan biriga moyil bo'lib, muhabbat izhor qilib, uni nikohiga olmoqchi bo'ldi va buning uchun o'limalardan ruxsat talab qildi. Uning huzuridagi o'limalardan hech qaysi ruxsat bermadi. Shunga u o'limalardan 7sini o'ldirdi. Oxir Mavlana Muhammad Attar nomli tangdossiz olim, darvish va parhezkor bir kishini chaqirdi. Mavlana Muhammad kirib ko'rdiki, xon mast holatda qo'lida shamsharni tutib g'azab bilan o'ltiribdi. Xon Mavlanadan: "Ey mulla, o'gay onamni nikohimga ilishni orzu qilaman. Ravomidir?" deb so'radi. Mavlana javob berib, "Sizga ravodir" dedi. Shunda qilib, xon shu soatla to'y tayyorliklarini hozirlab, darhol nikoh qildirdi va shu kechasida bir yostiqqa bosh qo'ydi. Do'st Muhammadxon bu nashoyon ishdan keyin uyquga ketdi. Tushida otasini ko'rdi. Otasi bir qora otga minib keldi-da, Do'st Muhammadxonga: "Hey badbaxt, bizning musulmonchiligimiz 100 yildan beri, balki uningdan ortiq vaqtdan beri kuchayib kelgan edi. Sen islomdan yenib kofir bo'lding" deb Do'st Muhammadxonning ko'ksiga bir tal o'q otdi. Shuningdan keyin ididan tushib, qozon qarisi qilib kelib, Do'st Muhammadxonning yuziga surtib qora qildi. Xon bu tushdan qo'rqib uyg'ondi. Ko'p pushaymon va nadomatlar qildi. Shu soatda o'gay onasining qishidan chiqib g'usl qildi. Uning ko'ngli xiralashdi. Teniga qizitma va harorat paydo bo'ldi. Xaloyiq Muhammad Attarga g'avg'alar bilan hujum qildi. Ular bu ishga fatvo bermagan bo'lsangiz, xon bu baloga giribtor bo'lmas edi dedi. Xon aytdiki, Mavlanaga chiqilmanglar. Chunki men Mavlanadan fatvo so'rashdan ilgari o'limalardan 7sini o'ldirdim. Uningdan keyin Mavlanani chaqirgan edim. U chaqda o'zim mas edim. Qo'limda shamshar tutgan peti qattiq qahri g'azab bilan muomala qilib, o'gay onamni nikohimga ilishni orzu qilaman, ravomidir deb so'radim. Bechora Mavlana ojizligi va ilojizligi tufaylidan sizga ravodir deb bu fatvoni berdi. Mavlana aytdiki, men o'gay onani nikohiga ilishning durust ekanligiga fatvo bermadim. Sizga ravodir deyishimning sababi shuki, onasini nikohiga ilishni halol bilgan ekan, shu tufaylidan u kofir bo'ldi degan so'z. Bundaq ishlarni qilish barliq musulmonlarga ravo emas. Kofir har qanday ish qilsa, uningga ravo bilan naravoning farqi yo'q.
Demek, xan şu cünüp bolğunicha 6-cı günü vafat boldu. Bu vaqtda onun yaşı 24 idi. 6 yıl padişahlık qildi. 7-ci yılı olamdan ketdi. Bu vaqt tarixning Hijriya 873 yılı idi. Hijriya 873 yılı, miladiya 1468-1469 yıllarga to'g'ri keldi. Muharrirdan Xoja Sharif Kashqari Do'st Muhammadxonning vafoti tarixini "Xo'k mard, to'ng'iz odam" degan so'z bilan chiqaribdi. Do'st Muhammadxon vafot bo'lgandan keyin yurtning hammasi bosh-boshdoq bo'lib ketdi. Uningdan Kapak Sulton otliq bir o'g'il qolgan edi. Xalqning ba'zilari uni elib qochib, Turpan va Chalish taraflarga ketdi. Yunusxon Oqsug'ga kelib, butkul xaloyiqni o'z tavasiga oldi. 45-bob. Yunusxonning Mo'g'ulistonga ikkinchi navbat kelganligi. Maxfiy qolmasinki, Yunusxon Sultan Abu Said Mirza huzuridan ikkinchi navbat Mo'g'ulistonga keldi. Mo'g'ul amirlari yana xonning huzuriga yig'ildi. Xonning ko'p vaqti Mo'g'ulistonda o'tadi va 7 kanditga o'rlashgan edi. Lekin Isan Bug'axonga taalluq chegaralarga daxli yetkazilmaydi. İsan Bug'axon bilan Amir Saydali vafot bo'lgandan keyin xonliq Do'st Muhammadxonga qolganda, Muhammad Haydar Mirza bilan Saniz Mirzaning orasida ko'ngilsizlik paydo bo'lib, Muhammad Haydar Mirza Oqsuvga Do'st Muhammadxonning huzuriga bordi. Saniz Mirza yuqorida bayon qilinganidek Yunusxonga bay'at qildi. Shu sababdan Yunusxon birdilla kuchaydi. Shu kunlarda Yunusxon necha navbat Qashqarga keldi. Ammo Mo'g'ul lashkarlari Qashqarda turg'ili unamay qochib ketdi. Buning bilan xonmu ilojsizlikdan Mo'g'ulistonga ketdi. Necha navbat shundoq ahvol sodir bo'ldi. Buning tafsilotida xilma-xil rivoyatlar bor. Uning ustiga bu rivoyatlar nihoyat uzun. Qisqacha bayon qilganda, Yunusxon hamisha shahar va diyor orzusida edi. Ammo Mo'g'ul lashkarlari bo'lsa shahardan bezor edi. Shu sababdan xon hamisha Mo'g'ulistonda kun kechiradi. Saniz Mirza vafot bo'lgandan keyin Muhammad Haydar Mirzamo Yunusxonga tava bo'ldi. Bu asnoda Do'st Muhammadxon o'ldi. Yunusxon Oqsug'ga kelib, Do'st Muhammadxonning tamom mamlakatini o'z tavasiga oldi. Do'st Muhammadxonning Kapak Sulton degan o'g'lini uning bir muncha tarafdorlari Turpan tarafga kelib qochdi. Yunusxonning tabiati Oqsuvda o'tirishni xohlaydi. Chunki Oqsuv Mo'g'uliston bilan selishtirganda shaharga o'xshashroq edi. Lekin Mo'g'ul xalqining alpozidan xon shuni sezdiki, agar Oqsuvda buningdan ziyoda tursa, Mo'g'ul ulusi Kapak Sulton tarafga o'tib ketishi mumkin edi. Shunga Yunusxon ilojisiz butkul Mo'g'ul ulusini elib Mo'g'ulistonga bordi. Bu vaqt İsan Tayshining o'g'li Amasanchi Tayshining davri edi. İsan Tayshi haqida Uvaysxonning ahvoloti bayonida zikr qilindi. Demak, Amasanchi Tayshi bu chaqda Mo'g'ulistonga yetib keldi. Buning sababi tuvandikicha. Yuqorida zikr qilingan İsan Tayshi Uvaysxonning singlisi Maxdum xonimni xonning jinini omon qo'yish badliga olgan edi. U Maxdum xonimdan 2 o'g'il, bir qiz topdi. Ammo Uvaysxon Maxdum xonimni İsan Tayshiga berilgan chaqda İsan Tayshini musulmon qilib, ondan shariat bo'yicha nikohlab bergan edi. Shu sababdan İsan Tayshi o'z tavallarini musulmon qilgan edi. Maxdum xonimdan bo'lgan 2 o'g'ilga İbrahim va İlyas deb ot qo'ydi. Qizini Qodirberdi ibni Mir Karimberdiga bergan edi. Xanzucha nashrda Mir Karimberdining ismi bo'yicha o'zining qiziga Qodirberdi Mirza deb ism qo'ydi deyilgan muharrirdan. Maqsad shuki, musulmonchilik sababidan İbrahim o'ng va İlyas o'ng bilan Amasanchi Tayshining orasida necha qitim jangu jidallar bo'ldi. Qalmoq tilda xonzodani o'ng deb atashadi. Demak, Amasanchi Tayshi ulardan qochib 300 ming kishi bilan Mo'g'ulistonga ketdi. Anglashlarga qaraganda İbrahim va İlyaslar 900 ming. Xanzucha nashrida 1.800.000 deyilgan muharrirdan kishi bilan qapdi. Oxir ular bilan Qalmoq xonining orasida dushmanlashish ko'p yuz berib, İbrahim o'ng bilan İlyas o'ng Qalmoq xonidan qochib 40 ming. Xanzucha nashrida 10 ming deyilgan muharrirdan
kishi bilan Xitoy chegarasi ichiga kiribdi. Bularning vayronchiligi Do'st Muhammadxon vafot bo'lishidan ilgari, ya'ni Hijriya 873-yili. Hijriya 873-yili, milodiya 1468-1469-yillarga to'g'ri keldi. Atrofida Xitoy chegarasi ichiga kirgan ekan. Har ikkisi Xitoy mamlakatida olamdan o'tibdi. İbrahim onun Babulay adlıq bir oğlu qalğan. Hazır şu chegarada bar bo'lgan şu qavmning itini Babulay deyishidi. Mansurxon Xitoy urushiga borganda şu urush jarayonida bu jamoat bilan urush qilgan ekan. Buning tafsiloti Mansurxonning zikrida bayon qilingusi. Amasanchi Tayshi İbrahim O'ng va İlyas O'ngdan ayrilib Mo'g'ulistonga kelgan chaqda Yunus xonmi Aqsudan Mo'g'ul xalqini ko'chirib kelgan edi. Ular Ili daryosining qirg'og'ida sap tuzib urush qilishdi. Urushda Yunus xon yengilib, Mo'g'ul amirlaridan ko'p kishi shahid bo'ldi. Mo'g'ul ulusi Turkiston taraflariga bordi. Turkiston chegarasida Seyhun daryosining qirg'og'ida Qora To'qay otliq joyda qish zimistonni o'tkazdi. Buruch o'g'lan bu chaqda Mo'g'ul ahli ustiga bostirib kelib chopqin qildi. Tafsiloti tövanda zikr qilingusi. 46-bob. Do'st Muhammadxon o'lgandan keyin yuz bergan voqealarning bayoni. Yunus xonning g'olibiyatga erishib, Abul Xayrxon O'zbekning o'g'li Buruch o'g'lanni o'ldirganligi. Tarixning Hijriya 855-yili. Hijriya 855-yili, milodiya 1451-yilga to'g'ri keldi. Juji xonning yurti bo'lgan Dashti Qipchoqdan iborat bu mamlakatga Chingiz xonning o'g'li Juji xonning naslidan bo'lgan Abul Xayrxon podsho edi. U zamonda u yurtda uningdan ulug'roq podsho yo'q edi. Abul Xayrxon vafot bo'lgandan keyin uning tabasidagi xalq chechilib ketdi. Ko'p qismi Kerayxon va Jonibek xon Qozoqqa taba bo'ldi. Kerayxon va Jonibek xonlar bilan Abul Xayrxonning farzandlari orasida qadimiy va cho'ng adovat paydo bo'ldi. Shu sababdan Abul Xayrxonning farzandlarining Mo'g'ul xonlarga adovatlari bor edi. Chunki Mo'g'ul xonlari Kerayxon va Jonibek xonga himoyachi bo'lgan edi. Abul Xayrxon vafot bo'lgandan keyin xalqning ko'p qismi uning cho'ng o'g'li Buruch xonning huzuriga yig'ildi. Kerayxon bilan Jonibek xon kuchlanib ketganlikdan Buruch o'g'lan ulardan cho'chib, o'zini yiroqqa tortib, Turkiston chegaralarida kun kechirdi. Buruch o'g'lan Mo'g'ul ulusining Turkistonga kelganlik xabarini anglab, Yunus xonning Qorto'qayda ekanligini tadqiq qilib, ilg'or qo'shinni elib Yunus xon tarafga yurish qildi. Butkul Mo'g'ul u kuni shikarga chiqib ketgan edi. Ular Seyhun daryosining u tarafiga o'tib shikar qiladi. Buruch o'g'lan muz ustidan yurib, chashkaf vaqtida Qora To'qayga yetib keldi. Xonning o'rdisi xoli qolgan edi. Buruch o'g'lan 20 ming lashkar bilan kelgan edi. Gerçi Moğollar o günlerde 60 ming uylik bo'lsa-mu, ammo ularning erlari hammasi degidek shikarga ketib, makallarda ayol va kichiklarla qolgan edi. Demak, Buruch o'g'lan lashkari bilan tuyuqsizla bostirib keldi va har qaysi birdan uyga kelib tushdi. Buruch o'g'lan o'zi xonning o'rdisiga tushdi. Ondan mol mulklarni bulang-talang qilishga boshladi va butkul lashkarlar uy-uyda bulang-talangga mashg'ul bo'ldi. Shikar qilib yurgan Yunus xonga bu xabar anglandi. Xon shikarni qo'yib o'rdisiga yondi. Lashkarlarni yig'ishni saqlamasdan daryo leviga keldi. Qarsa daryo muzlabdi. Ammo xonning o'rdisi daryoning levida edi. Xon bu yerga yetib keldi. O'zi qanay chaldi. Chunki xon qanay chelishda shu qadar usta ediki, u asrda hech kim qanayni xondek chalolmaydi. Her kim onun çalğan kanını anlagan aman xonning qanay çalğanını biladi. Demek xon 6 kishi bilan muz ustidan ot choptirib daryodan o'tib, qanay çalğan petiga yetib keldi. U 6 kishining biri to'g'chi edi. Ular uyga kirgan har bir o'zbekka omonlik bermay tutib oldi. Buruch o'g'lan qanay ovozini anglab 6 kishining tug'i bilan kelganligini ko'rdi. Shunga otga minmoqchi bo'ldi. Ammo uning eti bilan Aqtishchisi, xonning ot boquvchisi, ot yetakchiligüchi Muharrirdin. Xonning kenizaklari tutib olgan edi.
İşkirden ayollar chiqib Buruş oğlanını tutib aldı. Şu holatda xon yetib keldi-de, Buruş oğlanın hayotlik rishtasini o'lim xanjari bilan kesishga farmon qildi. Xonning yorliqiga binoan Buruş oğlanning beshini kesib, nayzning uchiga sanjib ko'tardi. Kelgan 20 ming kishidan bir kishimi qutlanmadi. Xon g'alaba nusrat ichida ordisiga kirdi. Ertesi butkul Moğol xalqi yig'ilib, Buruş oğlanning manzilgohiga yurish qildi. Ularning oila tavobatlarini bir muncha yergacha qo'g'ladi. Әбул Xayrixonning mulozimlaridan qolganlari bu qitim butunlay parakanda bo'lib chechilib ketdi. Ularning ahvoli keyin har biri o'z o'rnida, o'z navbatida bayon qiling'usi. 47-bob. Shayx Jamoliddinning bu ism Xanzuchi nashrida Shayx Jamol Xar deyilgan muharrirdan vaqasi va xonning uningga tutqun bo'lganligi. Yunusxon Zimistonni qora to'qayda o'tkazdi. Bahar yaqinlashganda Toshkent tarafga bordi. U yerda Sulton Abu Said Mirzaning amirlaridan Shayx Jamol Xar otliq bir amir bor edi. Ammo u kunlarda Sulton Abu Said Mirza Iroq ziminda olamdan o'tgan edi. Xorasonning podshohligi Sulton Husayn Mirzaga qaror topgan edi. Samarqandga Sulton Abu Said Mirzaning o'g'li Sulton Ahmad Mirza podshoh bo'lgan edi. Hisar, Kunduz ve Badaxshan qatorliq joylarga Sulton Abu Said Mirzaning yana bir o'g'li Sulton Mahmud Mirza podshoh bo'lgan edi. Andijon va Farg'ona viloyatining podshohligi Abu Said Mirzaning yana bir o'g'li Umar Shayx Mirzaga tava bo'lgan edi. Bu joylar Yunusxonga kuyug'ul edi. Ularning har qaysisining tafsilotlari o'z navbatida zikr qilingusi. Demak, bu Shayx Jamol Xar Sulton Abu Said Mirzaning amirlaridan biri va Toshkentga hokim edi. O'zini Sulton Ahmad Mirzaga tava bo'lgan Samarqandga qarashliq deb to'naydi. Ammo Sulton Ahmad Mirzaga to'liq itoat qilmaydi. Yunusxon Amasanchi Tayshi va qalmoqlarning ziyon zahmatlari tufaylidan Mo'g'ulistonga bora olmadi. Yoyliq izlab Toshkent tarafga bordi. Chunki bu 3 mirza Yunusxonga kuyug'ul bo'lib, xon ularga ishonch qilgan edi va o'zaro berib kelishda hech ikkilanmaydi. Shu sababdan xon ikkilanmayla Toshkent tarafga bordi. Ammo xonning qo'l ostidagi Mo'g'ullar Shayx Jamolning huzuriga maxfiy kishi avatib, o'zlarining xonga qarshi ekanliklarini bildirishdi. Shayx Jamol Mo'g'ullar bilan ahd va paymonlar qilishib, xotirjam bo'lgandan keyin ko'rinishda xonning xizmatiga boraman deb xonning huzuriga keldi. Ular xonning o'rdisiga yaqin keldi. Xonning huzuridagi Mo'g'ullarning hammasi tashqariga chiqib yugurishdi. Xon yolg'iz qoldi va so'rdiki, bu xalq qayerga boradi? Ular javob berib, Shayx Jamol janobingizning xizmatiga keldi. Bular shuning oldiga chiqmoqchi deyishdi. Shayx Jamol Xar Nag'ri xonning yenigacha, ya'ni xonning tug'i qadalgan joygacha kelib, otdan tushmay turdi. Uninggacha xonning huzurida hech kim qolmagan edi. Shayx Jamol mulozimlarni kirgizib, xonni tutib oldi. Shayx Jamol shunday qilib xonni osonla tutib olib, qamoqqa soldi. Xon toki 1 yilgacha qamoqda yotdi. Butkul Mo'g'ul ulusi Shayx Jamolning huzuriga bordi. Xonning xotini Eson Davlat begim bu haqda yuqorida bayon qilindi. Din bo'lgan Davlat Nigar xonim Sulton Ahmad Mirzaning xotini. Qutlug' Nigar xonim bo'lsa Mirza Umar Shayxning xotini edi. Bu ikki xonim Eson Davlat begimning qizlari edi. Shayx Jamol Eson Davlat begimni bir mo'tabar kishiga buyurib berdi. Eson Davlat begimga bu noxush xabarni yetkazgan bo'lsa-mu, qancha noxushlik izhor qilmay rizolik berdi. U kishining ismi Hoji Kalon edi. Hoji Kalong'mu Eson Davlat begimning rizolik berganligi yetkazildi. Hoji Kalon noyida xush bo'ldi. Kun kash bo'lish bilanla begimning huzuriga keldi. Mulozimlarni tashqariga qo'yib, o'zi yolg'iz ishkirga kirdi. Ammo Eson Davlat begim kenizaklari bilan qaror qilishib, Hoji Kalon kirsa o'ldiramiz deb tayyorlik qilishib turgan edi. Hoji Kalon ishkirga kirishi bilanla kenizaklar hamma eshiklarni mahkam etdi. Begim hamma eshiklarning etilib bo'lganligini bilib, kenizaklar bilan hujum qilib, Hoji Kalonni tutdi va ta'xirsizla pichoq tiqib o'ldirdi.
Әтісі таң сәһәрдә Хаджи Каланның жәсетini ташқырға еліп шығып ташлады. Халайық оның өлікini көріп, Шейх Джамалға мәлім қылды. Шейх Джамал кіші әвәтіп Бегімдің оны өлтірішінің сәбәбini sordu. Бегім айтты ki, мен Юнус ханның xotini тұрсам, Шейх Джамалның мені yana бірсігі беріші мұсылманчылық шарайытыда равамы? Мен Хаджи Калан дегенni öldürdüm. Шейх Джамал мені оның орнында öldürse razı. Şeyh Cemal İhsan Devlet Begim'nin bu din diyanetiga ve cüriyetiga qayil bulup apirin etdi. Begimni izzet ikramlar bilen xanның huzurga avatdi. Bu çağda xanның qamoqqa tushganiga 1 yil bo'lgan edi. Mir Karimberdi Doğlatның qerindishining o'g'li Amir Abdul Quddus bir top kishilar bilan birlashib Şeyh Cemalga hujum qildi. Uni hala qilib beshini kesib xanның huzuriga elib keldi va xanni qamoqdan chiqardi. Şeyh Cemal'ның xizmetiga bağlan Moğollarning hammasi yana xanның xizmetiga qaytib keldi. Ular xanға arz qilib, bizning xanға qarshilik qilishimizning sababi shuki, xan bizni shahar ham viloyatlarda turg'izishga harakat qiladi. Bizning shahar viloyatlarda turishimiz nomuvofiq ham noyidimi mushkuldir deyishdi. Xanmi shuningdan keyin shahar viloyatlarda turish va yurishdan tavba qildi. Men buningdan keyin shahar viloyatlar arzida bo'lmag'ayman dedi. Bu vaqtni Sarxar Girifta Abdul Quddus Xanzucha nashrida izohlanishicha har Jamoldan xar ekan. Sarxar, ya'ni xi bo'lib 600 ga vakillik qildi ekan. Girifta Abdul Quddus harflari abjad hisobi bo'yicha jamlanganda 277 bo'ladi ekan. Xi vakillik qildigan 600 ni qo'shganda 877 bo'ladi ekan. Demek bu vaqaning yuz bergan yili bu songa, ya'ni Hijriya 877 yili, milodiya 1472-1473 yillariga to'g'ri keldi ekan muharrirdan. Degan tarix bilan xatirladi. Bu tarix Taimiya muamma usuli bilan turg'izilgan. Chunki xarning beshida xi bo'lib, uni Abdul Quddusdan olsa tarix hosil bo'ladi. Bu ahvol asnosida qalmoqlar yana o'z yurtiga yongan edi. Mo'g'uliston xoli qoldi. Xon Mo'g'ul xalqini ko'chirib Mo'g'ulistonga bordi. 48-bob. Şeyh Cemal xarni o'ldirgandan keyin Yunusxon bilan Mavaravu Nahr podshohlarining orasida yuz bergan voqealarning bayoni. Yunusxon yana xonlik taxtida o'rin oldi. Moğol əmirləri başlıq hamma Moğol ulusi xandan bunundan keyin ularni shahar va viloyatlarda turishga taklif qilmaslik haqida va'da berishni talab qildi. Moğollardan sodir bo'lgan bu fitna oxir berib qarshilikqa sabab bo'ladi. Shunga xon ilojisiz rizolik berib Moğolistonga bordi. Ammo sanchi Tayshi qalmoqlar bilan o'z joylariga ketganlikdan Moğoliston qalmoqdan xoli bo'lib qolgan edi. Xan necha yilgacha Moğolistan'da bo'ldi va shahar diyorlarning orzu havaslarini mutlaq tashladi. Shunga Moğol ulusi xonga jon dili bilan bay'at qildi. Muhammad Haydar Mirza Qashqarda edi. U xonning itoatini to'liq bajo keltirdi. Xonmu tog'liq mehriga amal qilib, otliq shafqati bilan xushal qiladi. Moğoliston va Qashqarda ovatliq va tinchlik hosil bo'ldi. Xan Moğolistonga kelganda Do'st Muhammad xonning o'g'li Kepak Sultan Turpan tarafga qochib ketgan edi. Mulozimlari uni o'ldirib beshini xonning huzuriga elib keldi. Kepak Sultan garchi xon bilan dushmanlashgan bo'lsa-mu, lekin qerindishining o'g'li bo'lganligi uchun xon tuqqanlik mehri bilan uningga hozir tutdi va uni o'ldirguchilardan qisos oldi. Shuningdek keyin hech qaysi tarafda xonga bo'yin tog'liq qiladigan kishilar qolmadi. Xon Burush o'g'lanni o'ldirgandan keyin o'zining cho'ng qizi Mehri Nigar xonimni Sultan Abu Said Mirzaning o'g'li Sultan Ahmad Mirzaga avatdi va aytdiki, Sultan Abu Said Mirza Mo'g'ul bilan Chog'atay orasidagi dushmanlikni do'stlikqa almashtirgan edi. Men u do'stlikni tuqqanlik, qarindoshlik bilan mustahkamlagan edim. Shunga men hamma qizlarimni Sultan Abu Said Mirzaning o'g'illariga beraman. Mehri Nigar xonim oxirgi umrigacha Sultan Ahmad Mirzaning harimida bo'ldi. Bularning ahvollari bu kitobning 2-daftarida tafsiliy bayon qilingusi.
Xan Şeyx Cemalni o'ltirgandan keyin Moğolistonga keldi. Mehrinigar xonimdan kichik qizi bo'lgan Qutlug' Nigar xonimni tarixning 880-yili, Hijriya 880-yili, milodiya 1475-1476-yillarga to'g'ri keldi. Sultan Abu Said Mirzaning o'g'li Ömer Şeyx Mirzaga berdi. Xon bilan Ömer Şeyx Mirzaning orasida birlik va muhabbat shu darajada kuchaydiki, ota bilan o'g'il orasidami uningdek birlik va muhabbatning bo'lishi qiyin. Ömer Şeyx Mirza hamisha Moğolistonga berib, 1-2 oylab xonning suhbatida bo'ladi. Ba'zida xonni Andijon tarafga elib kelib, 1-2 oy o'rdisiga turg'izadi. O kunlarda Amir Şeyx Mirza xonga to'la taklif targ'iblarni qildi. Samarqandga borsangiz va Samarqandning podshohligini Sultan Ahmad Mirzadan elib, meni Samarqandga podshoh qilsangiz deydi. Ammo xon qabul qilmaydi. Ömer Şeyx Mirzaning bu xiyolini Sultan Ahmad Mirza bilib qilib, Ömer Şeyx Mirzani yo'qotish fikriga tushdi. Shunga lashkar to'plashga boshladi. Ömer Şeyx Mirza xonga iltijo qildi. Xon keldi. Ömer Şeyx Mirza xonga ba'zi viloyatlarni berdi. Bu sababdan Sultan Ahmad Mirza Ömer Şeyx Mirzaga chiqolmadi. Bir necha qitim mushundaq ahvollar sodir bo'ldi. Oxir shundoq bo'ldiki, xon har qishda Andijonga keladi. Ömer Şeyx Mirza o'z viloyati ichidan xon qaysi viloyatni xohlasa shuni xonga beradi. Bahar faslida xon yana Mo'g'ulistonga ketadi. Ömer Şeyx Mirza yana o'z viloyatiga egidorchilik qiladi. Bu qitim Ömer Şeyx Mirza o'z qarindoshi Sultan Ahmad Mirzadan vahima qilib Yunus xonni taklif qilib elib keldi. Oqsi ya'ni Oqsikent, Namanganning g'arbiy janubiga to'g'ri keldi. Muharrirdan ne xonga berdi. Xon Oqsida qishladi. Bu xabar Sultan Ahmad Mirzaga yetdi. Sultan Ahmad Mirza ta'arruz qilishni to'xtatdi. Ömer Şeyx Mirza Sultan Ahmad Mirzadan xotirjam bo'ldi. Xon Oqsida turishni xohlamadi. Chunki Oqsi Farg'ona viloyatidagi shaharlarning ulug'i, balki Farg'ona shaharlarining onasi edi. Bu tufaylidan Ömer Şeyx Mirza xonga dushman bo'ldi. Har qancha nasihatlar qilgan bo'lsa-mu, foydasi bo'lmadi. Oxir Tika Sag'rotquda Xanzucha nashrga asosan to'liqlandi. Muharrirdan urush qildi. Ömer Şeyx Mirzaga shikasta yetdi. Ömer Şeyx Mirzani bog'lab xonning o'ziga elib keldi. Xon chachrab qo'pib Ömer Şeyx Mirzaning oldiga chiqib, qo'lini bo'shtib in'am ihsonlar qildi va "Sen chopsan ketgin. Lashkarlaring va tavobatlaring chechilib ketmasin. Menmu taxirsizlar uyingga boraman" deb yondirdi. Ömer Şeyx Mirza Andijonga ketdi. Xon Mo'g'ul ulusiga ijozat berib, Mo'g'ulistonga yondirdi. O'zi ahli ayoli va bir muncha mulozimlari bilan Andijonga berib, Ömer Şeyx Mirzaning uyida 2 oy mehmon bo'ldi. Ularning orasida bu voqea tufaylidan hech bir adovat va kir saqlanmadi. Yana bir navbat Mirza Ömer Şeyx Mirza xonni taklif qilib, akilib Marg'ilan, hozirgi O'zbekiston tavasida. Muharrirdan Nibadi xon Marg'ilondagi vaqtida murshidlarning peshvosi, Tangri qabul qilguvchilarning qiblagohi Hoji Nasriddin Abaydulla uning sirlari muqaddas bo'lg'ay Marg'ilonga keldi. U zotning xohishlari xonning Ömer Şeyx Mirzaning va Sultan Ahmad Mirzaning orasida sulh bilan tinchlik o'rnatib, nizo va qarshilikni tugatish edi. Men to'g'ri so'zlik naql qilguvchilardan ko'p qitim anglagan edim. Hazrati Eshon uning sirlari muqaddas bo'lg'ay Marg'ilonga yaqin keldi. Tamam Mo'g'ul xalqi va zotning istiqboliga chiqdi. Mo'g'ullar shu qadar ta'zim va tavazu qildiki, adab saqlab hech birlari Hazrati Eshon bilan ko'rishish uchun topdan chiqib adabsizlik qilmadi. Er ayol xaloyiq to'p-to'p bo'lib yiroqdan otlardan tushib adab bilan kutib turadi. Hazrati Eshon o'tib ketgandan keyin o'zlarini yo'lga tashlashadi va u yo'lning tuproqini tavarrik bilib supurib elishadi. Xon o'zi tanha Hazrati Eshonning istiqboliga chiqdi. Hazrati Eshon yaqinlashganda xon edidan tushib, Hazrati Eshonning keldigan yo'llarida yuzini tuproqqa qo'yib turdi. Eshon yetib kelgan vaqtida Hazrati Eshonning yaqinlari ichidan xonni taniydigan biri Eshonga "Bu Yunus xondir" dedi.
Hazreti Eshon tezlik bilan otdan tushib, xonning beshini tuproqni ilib ko'rishdi. Peqir murshidlar pasibani Hazreti Maxtumi Mavlana qozining mundaq deganligini anglagan edim. Hazreti Eshon Marg'onaga borur bo'ldi. Yunus xonning etini anglaytdiq va xiyol qilatdiqki, ehtimol bir kusi mo'g'uldir, chiroy turqi sahroliq mo'g'uldir dekdir deb o'ylaytdiq. Ammo Marg'onaga borgandan keyin xonni ko'rdim. U intayin chiroyli, xush muomala, saqalliq va tojik chiroy, intayin tavazzulliq, shirin so'zlik odam ekan. Bunda xush so'zlik va xush muomala kishi tojiklar orasidami kam tepilsa kerak. Shunda qilib Hazreti Eshon xonni ko'rgandan keyin yaqin atrofdagi butkul podshohlarga maktub avatdi. Men Yunus xon mo'g'ulni ko'rdim. Mundaq podshohning tavasidagi xalqni qo'l qilg'ili bo'lmaydi. Ular islom ahlidir deb amr qildi. Shuningdan boshlab Mavara u Nahr va Xorasonda hech kim mo'g'ulni sotmadi va olmadi. Chunki bu vaqadan ilgari mo'g'ullarni kuparlar qatorida sotardi. 49. bab. Muhammad Haydar Mirzaning Qashqarda hukumat tutganligi. Amir Saydalining o'g'li Saniz Mirza vafot bo'lgandan keyin Muhammad Haydar Mirza Qashqarda el tutdi. Do'st Muhammad xon o'lib Mo'g'ul ulusini Yunus xon Mo'g'ulistonga ilib bordi. Buruch o'g'lon va Sheyx Jamolning vaqalari yuqorida bayon qilinganidek yuz berdi. Uningdan keyin Yunus xon Mo'g'uliston xalqining roziligini ko'zda tutib, shahar va viloyat davosini qilmadi. Muhammad Haydar Mirza Qashqarda turib xonga itoat qiladi. Xon uni farzand qatorida ko'radi. Tarixning 869-yilidan Hijriya 869-yili, milodiya 1464-1465-yillarga to'g'ri keldi. Taki 885-yilgacha. Hijriya 885-yili, milodiya 1480-1481-yillarga to'g'ri keldi. Muhammad Haydar Mirza Qashqarda tinchlik va farog'at bilan kun o'tkazdi. Uning Qashqarda hukumat tutgan vaqti boshdan oxirigacha jami 24 yil edi. Bu muddat ichida 16 yil mustaqil, 8 yil boshqalarga tava bo'lgan holda hukumat tutdi. 50. bab. Mirza Abubakirning dastlabki ahvolining bayoni. Saniz Mirza vafot bo'lgandan keyin Do'st Muhammad xon Yorkentga kelib, Saniz Mirzaning xotinini nikohiga elib, Saniz Mirzaning cho'ng o'g'li Abubakir Mirzani birga elib Oqsuga ketdi. Necha muddatdan keyin o'zining singlisi Husnigar xonimni Abubakir Mirzaga berdi. Lekin Abubakir Mirza Do'st Muhammad xonning mijozining yomonligidan qochib, tog'isi Muhammad Haydar Mirzaning huzuriga keldi. Do'st Muhammad xon uning orqasidan Husnigar xonimni Qashqarga avatdi. Bular yuqorida bayon qilinib o'tdi. Mirza Abubakir Muhammad Haydar Mirzaning huzurida edi. O'zi noiti jur'atlik, saxovatlik va kuchtingir kishi edi. Qaddi qomati shu qadar egiz ediki, agar 100 kishining orasida piyoda kelsa, yiroqdan uni ko'rgan kishi otliq kelyapti deb gumon qiladi. Lekin Muhammad Haydar Mirza tamomiy jaddu jamiyatidan boshlab davlatman kishi bo'lib kelganligi uchun lashkari ishlarning qadr qimmatini bilmaydi. Uning amirlari orasida Amir Saydalining 80 yillik umri ichida tarbiyalab kamolatga yetgan sardorlari bor edi. Muhammad Haydar Mirzaning zamonida ularning ko'p qismi vafot bo'lgan bo'lsa-mu, ba'zilari bor, ba'zilari qerib ketgan edi. Ularning farzandlari va navirlarining Mirza Muhammad Haydarning huzurida hech bir e'tibori yo'q edi. Shunga hamma mirzalar va yosh mirza zodalar Mirza Abubakirning xizmatiga moyil bo'ldi. Buning tafsiloti nihoyat uzun. Lekin bu voqealar esimda tartibli qolmabdi. U zamondagi xalqlardan hozirgi zamonda kishi qolmabdi. Chunki u zamondan bu zamongacha 20 yil o'tgan bo'lsa kerak, u zamondagi kishilardan o'z vaqtida parcha-purat anglagan edim. Hozir bu kunda unutibdiman. Ammo xulosa so'z shuki, Mirza Abubakir Muhammad Haydar Mirzadan qochib Yorkentga bordi va o'zi bir shohona maktub yozib, chiqib Yorkent hokimiga ko'rsatib, bu hiyla bilan Yorkentni qo'lga kirgizdi. Ondan tog'isi Muhammad Haydar Mirzaning huzuriga kishi avatib, uningga itoat qilganligini bildirdi.
Muhammed Haydar Mirzamo uning itoatini qabul qildi. Shunday qilib, Mirza Abubakirning xizmatiga Qashqarning mirzalari va yoshlardan 3000 kishi yig'ildi. Bu ahvol asnosida uning qarindoshi Umar Mirza Qashqarda edi. U mu aksi huzuriga Yarkanga bordi. Bu ikki qarindosh birlashib Yarkan chegiralarini qo'g'dashga kirishdi va Xotanni qo'lga kirgizishning xiyoliga tushdi. Söz bu yerga yetganda Xotanning va Xotan hokimlarining ahvolining tafsilotini bayon qilish lozim bo'ldi.